Hammaga salom. Bugun sizlar bilan bir kunlik vlog bo'ladi. Qani bo'lmasam ketdik. Ertalab yuz-qo'llarimni yuvib olib, tezda choy ichib oldim va keyin maktabga tayyorlanishni boshladim. Shunaqa bilezikimni surib oldim va shunaqa atrimni sepib oldim. Keyin esa oyog'imga kiyib, buvim bilan xayrlashib, maktabga yo'l oldim. Bu videoga like va obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasa ham. Bu manzarani qaranglar, chiroyliligini. Shunaqa manzaralarda keyin maktabga ham borib oldim. Sizlar Telegram kanalimga ham qo'shilib olinglar. Ikkisi bo'lganimdan keyin men yo'lda challenge boshlayman. Telegram kanalimning silkasini kanalimga qo'yib qo'yganman. Bemalol kirib o'tib bo'ladi. Shunaqa qilib maktabga ham kelib oldim va o'rtoqlarim bilan ozgincha o'tirdik. Va keyin esa dars boshlandi, darsga kirib ketdik. Bizda oxirgi dars texnologiya bo'ldi. Texnologiyadan 1 soat o'tirib, keyin javob berib yuborishdi. Va bizda ozgincha vaqt bor edi, shuning uchun biz kachel uchishga bordik va kachel uchib keyin uyga ketdik. Va men uyga kelib tezda ovqatlanib oldim, keyin esa keks qilishga tushib ketdim. Va keyin esa men idishlarni yuvib oldim. Va ko'rishingiz mumkin, shunaqa chiroyli bo'lib keksim ham pishib chiqdi. Va keyin esa darslarimni qilib bo'lib, yuzlarimga xo'tlarni qilib uxlashga yotdim. И всем пока.